Xudo xohlasa 5 minutcha qoldi taxminan boshlavoramiz. Bitta odamlar chiqyapti pastda. Bitta odamlar chiqsa, sekin meni ko'rsating, mana Xudo xohlasa yig'ilgan odamlar bor. Bu yoqda mana prasnichniklar ham kirib olishibdi. Bu yoqda mana akamgalar o'tirishibdi. Xudo xohlasa 5 minut taxminan boshlavoramiz. 5 minut akalar. 200 qo'shdim. 130.200 dollar bo'ldi. 400. 133.400. 200 qo'shdilar, 133.400. Siz aytishingizdan oldin hozir aytsam ancha 100 so'm qo'shaman yoki 200 so'm qo'shaman tayyorlantirdilar. 145 eng baland bo'ldi. 145 ming pul berdilar. Pastida o'zingizsiz, o'sha 3-odam yo'q, ikkala o'yin o'ynaydilar oxirgisigacha. Qo'shadigan joyingiz bo'lsa 200 qo'shdim. 145.200 bo'ldi. Birinchi bilishingiz kerak. Uyini sotadigan, mashinasini sotadigan, 1 oy, 2 oy kuttiradigan odam bularning xaridorlari emas, chunki unaqa kutmaydilar. Birinchisi sizlarning pulingiz naqd bo'lishi kerak, bilishingiz kerak bo'lgan narsa. Keyin kechigi auksionni kim ko'rgan bo'lsa, kechigi auksionda patologga predel qo'ydik. Bu safar patologga predel qo'ymaymiz. Mumkin emas ekan, patologga predel qo'ymagan yaxshi ekan. Kimdir xohlasa, bular deylik 100 dollar qo'shuvdilar, kimdir xohlasa 10 ming dollar ustiga qo'shadi. Faqat zo'r zaklat berish shart. Chunki u odam qaytmasin. Mana misol uchun, bu u odam o'rtoq bo'lishi mumkin. Auksionni to'xtatib qo'ysa, qoidasi bo'yicha u odam ertaga sotish kerak, pul zaril. Siz olmayman, 500 dollar zaklatga kuydim desangiz, bunga o'tib ketadi-da, 10 ming orqaga ketib ketadi, egaga javr. Shuning uchun zo'r zaklat berish. 100, 200, 500 ming qilib o'ynagan odamlar bor-ku, o'sha обычный 100, 200 emas, 500 ming zaklat berib ketaverasizlar. Lekin katta summa ko'targan odam katta summa zaklat berish shart. Bugun hozir zaklat berib ketiladi. Mana shu narsalarning hisobini qilib olinglar, xudo xolasa. Aka, uy ichida hamma narsa qoladi-a? Uy ichida hech narsa olib chiqib ketmaysiz. Kiyim-kechak, idish-tovoq olib chiqib ketasiz, sanasa bo'y, qaysidir kichkina elementarniy narsa bo'lsa, menimcha bular ham qiziq emas. Shu gulni uy egasi bilan olgan odam bo'lsa so'rayman, agar qiziqishmasa gulga shuni olib ketadi. Mana gullarmi? Shunisi bilan qiziq bo'lsa, Agar qiziqmasa uni so'rayman. Gul ochib turibdi o'zi. Yaxshi. Bo'ldi. Xudo xolasa, siz hamma qarzini yopib notariusga olib borasiz, bular notarius qilib olishadi. O'zligingiz to'lovini to'lab. Bo'ldi. Xudo xolasa, yo'qmasa boshlab yuboramiz, bismillah deb. Xo'p, auksion birinchi narxi 129.900 dollar bo'ldi. 129.900 dollarga qanaqadir kichkina summada 1 dollar, 2 dollar ko'tarsa, bu yerda juda yomon bo'lib ketadi. Bir 200 dollarmi, 300 dollarmi, 100 dollarmi minimum stavka bo'lishi kerak, keyin boshlab yuboramiz. 100 dollar. Eng minimum stavka 100 pasini ayta olmaysizlar, tepaga turasizlar, tepaga yetgan odam zo'r zaklat berish kerak. Katta raznica berib yuborsa, bu yerda. Raznicani katta berib yuborsa. Xudo xolasa boshladi-ku. 130 ming bo'ldi akamniki. Qo'shadiganlar bo'lsa, bitta-bitta qo'shaveramiz. O'zi eng qiziq joyiga keladi-da. Qiziq joyiga kelganda o'zi qizishib ketamiz. Hozir bosh sal shunaqa bo'ladi. Kirishib ketamiz aka, sekin-sekin bo'ladi. Siz ham o'ynaysiz-a? Ha, bo'ldi. Ilojsiz bo'lsa bu yoqqa o'tib oling, men bo'lib qo'yadi. Bunaqasiga bir boshlab qo'shib kelisizmi? Yo'q, farqi yo'q, soat bo'lib qoladi, unaqa bo'lmaydi. Yo, 2 martani bilmayman, mumkin emas. O'ynaladigan vaqt qanchadir javob berguncha Hop. ko'rishga vaqt kerak-ku. O'zi qiziq joyiga kelganda hamma biladi, o'sha pishdi deydi hamma. Pishdi deydi. Men 3 kecha sanayman. 3 kecha sanayman. O'zi pishdi hamma deydi. Cho'ta deydi, qo'shishdan O'zlashtiringlar 132 mana 200 qo'shdim men. 130.200 dollar bo'ldi. 130.200 dollar. 130.500 bo'ldi. 131 bo'ldi. Qo'shadiganlar bo'lsa qo'shib ketaveramiz tez-tez. O'zi orada joyiga 131 bo'ldi. 132 bo'ldi akam. 131 siz edingiz-a? 131 akam. Mana shu joyi muhim. Bular 32 ku, 32 ni uyidagi muammoni hech kim bilmaydi. 32 qaytib qolsa 31 ga o'tib ketadi. Zaklatingizga qaysidir ma'noda kuyishga majbur bo'lasiz. Chunki umumiy hamma ovorgarchilikni to'xtatib qo'ydingiz-ku, mana shu tomonlarning hisobini qilinglar. Hozir bulardan zaklat olamiz, bularning nomerlarini olib qolamiz. Ikkita odam, iloji bo'lsa o'zi 3 ta odammi? O'sha oxirgi o'ynagan 3 ta odammi? Aniq qilib turamiz. 132 eng balani bo'ldi. 132 ga qo'shadigan odamlar bo'lsa qo'shinglar. 500 qo'sh. 132 yarim. 132 yarim, 132, 131. To'g'rimi? 131, 132, 132 yarim bo'ldi. 3 ta odam hozircha xudo xolasa o'ynayapti. Kecha ham lekin 60 ta odam bo'lgani bilan bor-ku, ozginadan keyin 5 ta odam qoldi. Qolganlar faqat deb bizani predeldan oshib ketdi deyishdi-da, tomosha qilaytirishdi.
400. Predeli bor-da, hammani bor. Ha, hammani predeli bor. Ochsa o'sha bo'lib to'xtaydi baribir. Ha, shunaqa. Hammani o'zini hammani mo'ljali bor. Misol uchun, undan uyog'i o'sha ko'tarmasa foydasi yo'q-da. Aytadi gapini. Shunaqa. Hammani o'zini anaqasi bor. 132,5 da aka siz to'xtadingiz, a? 132,5 ga qo'shadigan. 133 akam beryaptilar. Xudo xolasa bu yoqqa kelib ketsanglar ham bo'lsa kerak, menimcha. 133 akam berdilar. 133 ga qo'shadiganlar bor? 200 qo'shdim. 133,200. 133,200 bo'ldi. Ben anu Amerikada yo'q, Amerikada anu tez gapiradi-yu, o'sha unaqa qilolmayman-da, akalar. Kamchilikligi rozi. Men o'zi 3-marta o'tyapman, qatlan boshladim. Menga qatdan keldi, nima qilman? O'zida yurgan odamman. Predelim bor-da. Ha, bo'ldi. To'xtayman bo'ldi. Yog'iga. Bo'ldi. Mana talashib, anu narsa yo'q. To'g'risi. Aka, anaqasi yo'q uni. Anaqasi yo'q uni. 130 33 deydilar. Hop. Qo'shdim dedim. 133,200 da siz to'xtadingiz, 33 da bular to'xtadilar. Tepasi pasi. 133,200 ga qo'shadiganlar bo'lsa qo'shinglar. 400. 133,400. 200 qo'shdilar, 133,400. 133,400 hozir eng baland narx bo'lib turibdi. Tegi o'zingiz 200 kam, 200 kam bular. Qo'shdim akamnikiga. 133,500 bo'ldi. 133,500. Lekin anivyapti. Kechiga o'sha azarda bo'ladi. Bugungisi ham hozir qizishib olamiz, aka. Hozir qiziymiz, aka. Hop, 133,500 akam beryaptilar. 133,500 ga qo'shadigan odamlar bo'lsa, O'yindan chiqdim. siz o'yindan chiqdingiz, tamom. 133,500 akam beryaptilar. Yaxshilab o'ylab, bemalol fikrlarni aytinglar. Ja qisqa ham qilib qo'ymaymiz, ja cho'z ham bormaymiz. 133,700 bor. 133,700, 133,500. O'zi asosan ikkala o'yin o'ynayapsizlar. Akam 134 ming bu yoqdan chiqishdi. 134, 300 kam, 200 kam bo'ldi. Shunaqa bo'ldi-a? 200 kam bo'ldi sizniki. 134 akamniki. Aka 135 oxirgi gapim. 135 gapirdingiz. 135 ga akam ko'tardilar. 135, 134, sizniki 300 so'm kam edi. 134 dan 300 so'm kam past edingiz-da. 135, 134, 133,700 bo'ladimi o'shanda? Bularniki 100 so'm qo'shdingiz. 135,100 bo'ldi. 135,100 bor hozir. 200 qo'shdingiz. 135,300. 135,300 bo'ldi. Maşallah. 135,300 bo'ldi. 135,300 ga qo'shadiganlar bo'lsa, пожалуйста. 135,400, 135,400, 135,300. Men просто eslab qolishim kerak-da. O'z video ham ketyapti, doim sizlarni olmayapti-da. Ko'proq meni olyapti. O'shani hisobi bor. 135,000 135,400 100 qo'shdilar. 135 yarim bo'ldi. 100 so'm kami akam. 100 so'm qo'shdilar. 600 bo'ldi. Ano, yo, summa kichkina bo'lyapti-da. Summa kichkina bo'lyapti. Yo, summa kichkina bo'lyapti. Kechachi. 200 so'm, 1000 so'm. Katta narsa o'ynabsizlar. Katta narsa aytishdi. Ha, tushundingizmi? Hop. Nech pul bo'ldi? 600 bo'ldi. 135,600. 135,600. O'sha kim aytdi o'shani? Yo'q, bilmayman. Siz aytdingiz. Eng balani bo'lib turibdilar hozir. Tegisiz. 100 so'm pastida sizsiz. 100 so'm pastida sizsiz. O'sha bularning pastligisida o'zligisi. Chunki 3-chi odam yo'q-da. Ha, ikkaloligisi tegiga tushsa ham o'zi ikkaloligisi o'ynashyapti. 135,600 akam, 500 siz. 200 so'm qo'shdingiz. 135,800 bo'ldi. 200 so'm qo'shdingiz. 136. 136, 200 so'm pasti akam. Xudo xolasa ozgina qizidi, bildingizmi? Boshida ana odam noqulay bo'ladi, nima bo'lyapti deydi-ku, sal qizib oldik. Eng gilamlisi, akalar, hamma narsa bitgandan keyin zakat yoningizda bor, ha? Zakat yoningizda bor. Xudo xolasa pulinglar naqd. Chunki ertagami, indingami o'sha dokumentlarni tayyorlab, afomit qo'yamiz. Bo'shatish muddatlarini ham aytib qo'yish kerak edi o'zi. O'sha qolib ketibdi. Akamni chaqirib bor.
Bo'shatish muddatini bilishligingiz kerak. O'zi bo'shatildiyapti-da. Tez bo'shatgan. Bugun bo'shatildiyapti-da. O'shani bilib olaylik. Manimcha bo'shagan holat shu. O'shani aniq bilib olaylik hozir. Yoki uy bo'sha, notariusda kalt. Misol uchun ertaga notarius bo'lsa, ertaga indinga notarius bo'lsa, indinga kaltni berasiz. Kecha MIPga ham borib, Ha. tekshirib kelganman. Umuman zaxira hech narsa hammasi to'la. Yo, uyi bo'shligi. Ha, uy bo'shligi bo'sha, xudo xolisa. Kimdirlar notariusdan keyin bir oy turib turay deydi-da. Unaqa narsa yo'q. Bo'sh ekan uy. Notariusda kalt olasizlar. Notariusdan oldin kelib, hamma narsani bitta ko'rib olinglar-da. Notariusga boringlar, oformleniyadan keyin kaltni olinglar-da, almashtirib tashlaylar. Chunki uyda nimadir yo'qolsa, akamga bormaysizlar-da. Uyda bir narsam yo'qoldi, senda kalt bor edi, menda kalt bor edi demaysizlar. Serdechka 50 ming so'm turadi. Serdechkani o'zini almashtirib tashlaylar. Kim yutsa. Hozir nima bo'ladi oxirgisi? 136 ga 200 so'm kami bular. Bular balanda. 136 200 bo'lyapti. 136 300. 136 500. 137 ming bo'lyapti. 137 ming eng baland narx bo'ldi. O'sha egasi ham shu yerda tursa yaxshi bo'lardi. Qatti yurtdi u. Eng baland narx 137 bo'ldi. Pasti nechi bilaydi? 5.000, 6.500. Xullas ikkalovinglarni eslab qolsam bo'ldi-da. Men boshqa odam o'ynamayapti o'zi. Uchinchi odam yo'q. 137 eng baland narx bo'ldi. Ha, 500 qo'shildi. Oxirgi qo'shilish nechi pul bo'ldi? 500 so'm qo'shildi. Hozir nechi pul? 130. 7 ming. 137 bo'ldi. 137 200 bo'ldi. 137 300. Sal balandroq gapiring. Ya'ni bot. 137 300 bo'ldi. Xudo xolasa 2 kishi o'ynayapti. Kecha ham shunaqa bo'ldi. Oxiri 2 kishi qolar ekan-da. Jang bo'lar ekan, rostigasin. Kimga qanchalik yetadi, zaruriyatga qarabdi. Ha. O'shanga qarab turib bo'laveradi. Odam, misol uchun hozir 150 mingga ham sotib ketishi mumkin. U endi o'sha boshqa narsa, ha, boshqa narsa. Hozir nechi pul bo'ldi aka? 137 300. 137 300. 137 500 bo'ldi. 137 600. Sizda tez bo'lyapti, ularda sekinroq bo'lyapti, ularda telefon ham bor-da. Aka, telefon ham bor. Yo'q. Bilmayman. Shuning uchun xabargarchilik yo'q. Sizniki sekin bo'lyapti, shuning uchun sizga shoshilmayman. Buni bitta qarasam sraz aytadilar. Siz aytishingizdan oldin hozir aytsa mencha 100 so'm qo'shaman yoki 200 so'm qo'shaman tayyorlab turibdilar-da. Shartta qo'shyaptilar, Sizga lekin ma'lum vaqt kerak. 800 ekanmiz aka. 137 ming 800 mi? 137 ming nechi bilaydi? 600 edi, 800, 200 ko'tardilar akam. 137 ming 900, 3 kishi bo'ldi, xudo xolasa. Ha, 3 kishi bo'ldi. 3-odam qaytdi. 8 qildik. Siz 800, bular 900. Yo'q. 138 ming bo'ldi. Ha, 138 qildi. Bularga 100 so'm qo'shdingiz. Men ko'rmayman. Bular boshqa odam. Men aka bu boshqa. Yo'q. Siz bilan o'ynayotgan bular edi. Endi bular bilan o'ynaysiz. Bular ham qo'shildi. Ha, kutdilar. Bitta motorada. Shunaqa. Sizniki 100 so'm kam, bularniki 30. 7 mi deydi, 38 ga chiqdiydi. 38 ga chiqdilar. 38 ga chiqdilar. Sifra bo'ldi. Dumaloq sifra bo'ldi. Ha, 1-2 yo'q. 138 ming bo'ldi. Eng baland narx. O'ylayotgan odamlar bor. Men sezonman. O'shaning uchun aka aniq o'qimayman. Kecha bildingizmi? O'ylayotgan odam qolmadi. Hech kim o'ylamadi-da o'sha. Nimaga hozir? Ha, siz o'sha yerdamidingiz? Ha, siz o'sha yerda edingiz-a? Amitdan oladigan bo'lib turibman-da. Bugun bo'lmasa ertaga bo'lib ishim bitadi-da meni. Tushundim. Общий, ta'sir kuchi ko'payib ketadi. Tushundingizmi? Joy misol uchun mashal akasi qiziqishib bo'layotgani uchun o'tiribman. Hamma ish. Umumiy hozir ta'sir qiladigan so'zlarga o'tib ketyapsiz aka. Bularni qarorligisiga ta'sir qiladi. Qarorligisiga ta'sir qiladi. Qolganlarning qaroriga ta'sir qiladigan so'zlardan ehtiyot bo'lish kerak-da, chunki hozir siz bitiga bor. Shunaqa bo'lib ketmasin. 138 ming eng baland narx bo'ldi. 138 ming 200 bo'ldi. 138 ming 200 100 so'm pasi bu. 138 dan. Bular bo'ldilar. 100 qo'shdimmi? 138 ming 300. Tepasi ham, pasi ham o'zingiz bo'lib turibsiz bularni. Tepasida ham, pastida ham o'zingiz turibsiz. 138 ming 300 bo'lyapti. Xudo xolasa
138.300 bo'ladigan bo'lsa, 400. 138 400. 138 500. Sizlar tez qaror qabul qilyapsizlar. Bularga vaqt kerak-da, aka. Telefonda qolib ketdilar, telefonda qolib. Telefonda kim o'zi ham yonida o'tiribdi-da. Deb. Yo, narx. Yo, narx to'xtash kerak-da bo'ldi. Aka, o'tda o'tirgan odamdan sizdan qiyin. Sizdan qiyin qaror qabul qilish u odamga qiyinroq sizdan. Endi bu odam ular bilan maslahatlashib aytayotdilar-ku, oxiri nima bo'ldi? Yarimda siz to'xtadingiz. Yarimda siz to'xtadingiz, bitta pastida bular. Xudo xolasa, ana videolarini ko'rib chiqamiz. Qanaqa gapiradi, nimalar deydi, inglizcha gapiradi-yu, endi men inglizchani bilmayman. Tez gapiradi-yu, qizdirib turadi-da. Mana shu narsa yaxshi aktual. Xudo xolasa, kelajak deb o'ylaymiz, kelajak deb o'ylaymiz. Hozir mana Bu sohaga o'zim ham qiziqishim bor-da, aka. bunga, auksionga, Auksionga emas, o'zim shu qurilishga. Ha, nedijimizga. Sizlar qilayotgan ishlar bor, qiziqishimiz bor-da, o'zimizga ham. Biz mediani rivojlantirmayapmiz-da. Tushundim. Endi xudo xohlasa shogird olsangiz, Xudo xolasa, Xudo xolasa. Nechi pul qildingiz? 138.500 qildilar. 138 700. 139 da to'xtaydi. Mana 139 kesim qo'shyapsizlar. 139 700 bo'limida 2 sim qo'shdingiz. 7 ga 8 9 ikkita. Ha, 139 dedingiz. Ha, men 900 deb tushundim. 139. 139 bo'ldi bularniki. Sizniki 300 so'm pastda. 300 dollar pastasiz, bularniki 300 dollar yuqorida. 500 qo'shdingiz. 139.500 bo'ldi. 139 yarim bo'ldi. 500 qo'shdim, 140. 140 ming bo'ldi. Mana shu oradachi, men jim turishim kerak emas-da, lekin jim turib qolaman. To'g'ri tushunasizlar. Unaqa so'z boyligi, unaqa ko'pmas-da. Men bu turishni ham o'zim olmayapti, hammaga. Hamma kechagi sash qiyin bo'ldi, aka. Kecha mazza bo'ldi. Kecha uyga bordim-ku, yuragim tez urib ketdi. Yuragim tez urib ketdi. 60 tadan oshuv bo'lib ketdi odam. Bunaqa, siz shu yerdamidingiz? Bunaqa bo'lmadi. Mashinani oldida yuruvdingiz o'g'lingizlar bilan, Bunaqa bo'lmadi, anaqasi. Anu juda qattiq bosimda bo'ldi. Juda baland bo'ldi, juda baland bo'ldi. Anu azartli bo'ldi. Azartli bo'ldi, chunki ko'payib ketdi. To'xtab turibman. 140 sizniki tepasi. Bularni eshitib, qaytasiz. Siz eshitamiz, xudo xolis. Hozir 2 kishi o'ynayapsizlar-da, yoki. Ben bizi borganimizda shu hal qilamiz, biz ana qilamiz endi. Yo, juda azartli o'ynashdi. Juda azartli. Bunaqa bo'lmadi. Menga gap berishmadi. Mana shu tars turs berishyapti. Bular hozir ko'proq vaqt kerak bo'lyapti. Men akamga ham azgina o'ylayaptilar-ku, o'tda o'ylashmadi. U tugatadi bunisi gapiryapti. Bu tugatadi bunisi gapiryapti. Ana to'xtagan paytlar ham hamma azartda edi. O'ynamayotganlar ham-da. O'sha azarti anu bo'lib ketdi. Yusunmas katta narsa deb Ha, keyin ancha anu bo'lib ketdi-ku. Qo'shilishlar ham mayli. Xudo xolasa 140 ming eng baland narx bo'lib turibdi. 140 ming dollar eng balandi bo'lib turibdi, paka. 140 ming dollarga qo'shadigan odam bo'lsa qo'shsin, qo'shmaydigan odam bo'lsa xudo xolasa pulingiz naqd, hamma narsa cho'tkiya sizda. Ertaga desa ertaga, indinga desa indinga notariusga boraverasiz. Bo'ldi. Yo, hali yopmadik. 200 qo'shdim, aka. 140 ming 200 bo'ldi. 140 ming 200 bo'ldi. 140 ming 200 bo'ldi. Egasi kelsin. Egasi kelsin. Biriz 40 ming 200 da to'xtab qolyapti. Prosta aka siz shu yerda turganingiz yaxshi edi-da. U yoqqa ketib qolasiz, nimaga ketib qolasiz bilmayman. 140 ming 200 eng baland akam berdilar. Pullarni naqd ekan. Ertaga desiz, ertaga, indinga desiz, indinga notariusda otdilar. Hozir men 3 gacha sanayman. Agar hech kim qo'shmasa, yopib yuboraman. Prosta o'zingiz ketib qolmang, iltimos. 140 ming 201, 140 ming 300 bo'ldi. Akam 100 so'm qo'shdilar. Tegida siz 100 so'm kamida siz. 140 ming 300 akam qildilar. Yo, anaqasi yo.
farqi yo'q. Xohlagan odam, boshidan beri o'ynamagan odam shartda narx ber. o'ynab ketishi mumkin. Shartda okam narx berishgan haqlari bor. Bu anaqa emas. Auksion, chunki 3 marta aytganimdan keyin lekin uzr. O'sha narsaga ahamiyat berib turinglar. 3 marta aytganimdan keyin 100 so'm qo'shaman desanglar, mana bu janjal bo'lib ketadi. 3 marta aytganimdan keyin to'xtanglar iltimos. O'sha narsaga ahamiyat berib turinglar, chunki o'sha yopildi. Ha, baraka yopildi deyiladi. Undan keyin ehtiyot bo'linglar. Menga ruxsat berasizlarmi? Mayli aka, salomat bo'ling. 140.300 bo'ldi. 140.300 eng baland narx bo'lyapti. Prosta aka to'g'ri tushunasiz. Tez qaror qabul qilasiz, ular qaror maslahat bilan. Aka, salomat bo'ling. qatnashib turish kerak. Ya, salomat bo'ling, salomat bo'ling. Adrenalin, aka. Hozir 140.000 dollarlik chek chiqadi cho'nchagingizdan. Hayotingizda balkim bir marta bo'lar, bilmayman. Siz sostoyaniyingizni balkim doimiy bo'lar. Xullas, lekin ko'p odamni hayotidagi bir martalik chek. Hayotida bir marta ishlatadigan chekdek bu. Bo'ldi. Umrining oxirigacha o'sha uyda yashaydi. Ko'p katta qism aholi shunaqa bo'lib o'tib ketadi. O'shaning hisobiga ana umridagi eng katta qarorda adrenalin juda yuqori bo'ladi. Adrenalin juda yuqori bo'ladi. Uyga borgandan keyin bitta valerianka tavsiya qilinadi. Bitta valerianka, yo'q, zarari yo'q-ku. Bitta valerianka anu qiladi, odam raslavitsa qiladi. Xudo xolasa keyin yaxshi bo'lib ketadi. 140.300 bo'ldi eng baland narx. Siz berdingiz. 100 dollar kamini siz berdingiz. Bo'ldi. Eng balani 140.300 bo'ldi. 3 marta sanayman. 140.300 dollarga qo'shadigan odam yo'q bo'lsa, yopaman. Yopganimdan keyin etish bespolezna. 140.301, 140.400, 142.000 bo'ldi. 142, 140.400. 600 pastasiz siz. 600 pastasiz 140 1600 tepaga chiqib ketdilar bular. Ha, 1600 tepaga chiqib ketdilar. 142, sizniki 140.400. Ha, mana shu joylar muhimda hozir. O'zi kamera ham bor, o'zgarmaydi chunki kameraga tushib turibdi hamma narsa. Prosta akam xudo xolasa 142.000 eng baland qildilar. Auksion sal pastroq ketayotganini xafagarchiliksiz xalq o'tgan odam yodida, u o'ttiga odamga qiyinroq-da baribir. Haqiqatdan ham ana u yoqda o'tirgan odamga sal og'irroq. O'shaning hisobiga ularga sal ko'proq vaqt beryapmiz. Sizga lekin ana hech qanaqa vaqt berish shart emas ekan. Sira. 142.500. 143.000. Aytamaku vaqt berish shart emas ekan-da. Deyishingiz uchun 143.000 sirazi. Vaqt bermasdan dangal. 142.500, 143.000 bo'lyapti. Eng ana 2 kishi o'ynayapti o'zi asosan. 3-odam qo'shilib ketishi ham mumkin. Bitta qolganda o'yinchilar. O'yinchi bitta qolgan. Bitta o'yinchimiz bor. Qo'shilarlar ham, qo'shilmaylarmi? Endi ular o'zlarini xohishlari 2 kishi. 143.200 bo'ldi. 145.000 bo'ldi. 145.000 eng baland narx bo'lyapti. Baribir har doimgidek akamga sal vaqt beramiz. Hamma to'g'ri tushunayotgandir, nimaga ko'proq vaqt berayotganimni. Akamga vaqt bermaymiz. Bular gapirganlaridan keyin sirasi qarayman aka sizga. Sizga vaqt berib o'tirmaymiz. Ana sirasi. Shunday ana beryapsiz. O'shaning hisobiga xudo xolasa 145 eng baland bo'ldi. Bularning qancha past edi? 3200 edi. 1800 pastalar. 1800 pastalar, bularniki 145.000. Akamniki 145.000 bo'ldi. Akamniki 1800 pasta. Xudo xolasa auksionimizni eng qizg'in paytda sal anu zo'r ketsa-chi, men ham berilib ketaman-da. Anu sal slaviy ketyapti, lekin asosiy maqsad to'g'ri ketyapti. Asosiy maqsad bu yerdagi to'g'ri yo'nalishda ketyapti. Ora ozgina ochuv bo'lyapti. O'shaning hisobiga men uy haqida bitta ma'lumotlar beraman. G'ishtdan qurilganmi bu? G'ishtdan qurilgan, xudo xolasa, 108 kvadrat, 107.7, 03 kam. 108 o'sha 107.7, 03 kam. Men dokumentni shunaqa ko'rdim, 107.7, 03 kam. U 03 hech narsa emas. Bitta tuveni ham joyidan kichkina bo'lsa kerak. 03 joy. Xudo xolasa xufton bo'lib ketdi. Kechigiga ulgurgan edik. Bugungi xuftonga qarab ketib qoldi. Kechiga yomon olov bo'ldi. Mana shu olovni benzin quyib yoqorasiz-ku. Ha? 10.000 baland bo'lganda o'zi 64.000 qilganmiz.
Yo'q, u meni uyim emas. Undan keyin Nijloy qo'ydik-ku, birga bir ko'tarildi. Ha, 25 dan 47500 birga bir ko'tarildi. Yonib ketdi. 20 minutmi? 25 minutda birga bir ko'tarildi. Auksion bor-ku, yonib ketdi. Ana turganlar bor-ku, eng qizig'i boshida 10 tami 20 ta odam bilan boshlandi. Ting 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 udalit bo'lishdi-da, 3 kishi qoldi. 3 kishi qizdirib turdi-da, bittasi chiqib ketdi, xuddi sizga o'xshab. Chiqib ketdi, 2 kishi rosa qizdirdi-da, keyin uchinchisi bitta qaytib kirdi-da. Tushundingizmi? Ha, mana shunaqa bo'ldi. Uchinchisi bitta qaytib kirdi. Ana azarti уже anu bo'lishdi. Ular juda boshqacha bo'ldi. Endi bu safargisida to'g'ri tushunish kerak. Vaziyatni hamma tushuntirdi, nimaga unaqa bo'layotganini. Xudo xolasa yoki mana shu azongacha jim tura qolaylik. Azonda jim tura qolaylik. Eng aniqasi. Yoki bular oladilar, 2 kishi o'ynayapti. Azon bo'lgani uchun to'xtatdik, hozir davom ettiramiz. Orqaga qaytish kerak emas-da, chunki yaxshigina ovoragarchilik bo'ldi. O'shaning hisobiga oxirini ko'ringlar. Ilojisi bo'lsa kamerani yoqqa qaratmanglar. Bu yog'iga faqat meni ovoringlar, yopib boramiz. Bu yoq tomondan ovorsanglar, o'shanda ular tushishmaydi. Xudo xolasa. 145 ta to'xtadik. 145 ming pul berdilar. Pastida o'zingizsiz, o'sha 3-chi odam yo'q, ikkala o'yinlar o'ynaydik oxirgisigacha. Qo'shadigan joyingiz bo'lsa, Men 200 qo'shdim. 145 ming 200 bo'ldi. Ano orada men gapirib qizdirib turib qilishim kerak edi. Esimdan chiqyapti deyishar-ku. Rozi bo'lasizlar. Chunki bitta gap aytaymi? Bitta gap aytaymi? Aka, egasiga oson emas, sizga oson emas, bularga oson emas. O'sha telefonda siz bilan gaplashayotgan odamga oson emas, menga oson emas. Qolganlarni his qilyaptimi bilmayman, lekin biz maza qilyapmiz deb o'tdilar. Kamerachi bolalarga ham oson emasdir balkim. Kamerachi bolalar ham qiynalishyapti. Qolganlar lekin rozi bo'lasizlar. Ana kamchiliklar biz tomonidan qizdirib turishimiz kerak deb baribir vazifamiz. 145 ming 200 bo'lyapti oxirgi narx. Уже просто to'liq auksionni hamma qoidasini bilmayman-da. Eng qiziq joyini aytib beraman hozir sizlarga. Biz eng arzon uy sotardik. Xuddi shunaqa 130 ming dollarga qo'yib sotvardik-da uylarni. 5 ming, 10 ming rostdan kelib qo'shishdi. Men beraman deyapti-da. Harakadan keyin Nu deyapti, men deyapti, anu deyapti 130 ming qo'yganlaringda uchib kelgunimcha anu zaklat berib qo'ydik-ku deyapti, kelib deyapti. Men 5 ming, 10 ming ustiga beraman. Biz vashinoqli vaziyatda qolib ketdik-da o'sha paytda. Uyni egasi bugun sotmasa bo'lmaydi, tashvishi bor o'ziga yarasha. Vashinoqli vaziyatda qolib ketganimizdan keyin auksion to'g'risida o'yladik. Auksionga o'zgartirmoqchi bo'ldik. O'zi birinchi uni yopib bordik. Lekin oyiga yaxshigina daromad qilib turuvdik. 25 ta bola ishlardi o'sha proyekt orqasida. To'xtatdikmi uni? Auksionga o'tish to'g'risida hamma yoqdan tavsiya keldi. Buni yechadigan auksion. Keyin bitta videoda buni yechadigan auksion ekan, nima deysizlar degan video qo'yganimizdan keyin konkurentlarimiz men auksion qilaman chiqib kelyapti-da. O'sha kunni kechqurun uyga borib, o'zimni uyimni 15 ming dollar arzoniga qo'yib yubordim-da. Menda boshqa variant yo'q edi, chunki anaqaga kosmosga kim birinchi chiqqan? Gagarin. Ikkinchi kim chiqqan? Hech kim bilmaydi. Instagram ham shunaqa. Kim birinchi chiqsa o'shani eshitishadi. Ikkinchi chiqqan o'g'ri hech kimga kerak emas-da. Ideyani o'g'risi deydi. Ideya meniki deb men qolib ketaman. Buni razrabotka qilib chiqqunimcha Adan yagacha auksion nimaligini bilmayman. Kechqurun boryapman, uydiligiga tushuntiryapman. Uyimizni auksionda sotamiz. Uyimdinglar, nima deyapsiz? Yashab turibmiz-ku. Korоче sotamiz deyildi. Ertasi kuni ertalab turyapman, uyimni auksionga qo'yib sotib şey yomon bo'ldi. O'sha auksion tugayapti, hamma aytayapti. Aka, rozisiz ish qilib deyapti, chunki osilib qolganman-da. O'zim uyim sotaman. Aka, rozisiz ish qilib deyapti. Roziman. Mayli, yaxshilik ishlaring. Faqat bo'shatishimga bir oy berilaring, chunki men kecha bilmas edim. Menga vaqt kerak. Desam, bo'ldi deydi. Shu bilan afomitam qilib berib bo'ldim. Hozir endi sekin boshqa joy qilishim kerak o'zim ham. Mana shunaqa qilib boshlanib ketdi. Kechiga ashi zo'r bo'ldi. Bugungi ham xudo xolasa o'ziga yarasha yaxshi bo'ldi. Bu uchinchisi, birinchisi o'zim uyim, ikkinchisi Nijloy, bu uchinchisi bo'lyapti. O'sha ilmni olib ketamiz. Agar o'xshatsa, kengayib ketadi. O'xshatmasa, ertaga haqqa qarab ketadi, bilmaymiz. Lekin
20-30-yilda keling, aka qayerda nima deyish kerak, hammasini bilib olgan bo'laman. Bilmayman-da, aka. O'shanga rozi bo'lasizlar. Siz bo'ladi, qo'lingizga daq ketaveradigan. Nomer qilmoqchi bo'ldim. Nomer zakaz qildik. Zakaz qildik, nomer berib qo'yamiz keyingi safar. Chunki aka siz deysiz, aka siz deysiz, 60 ta odam orasida-chi, hozir kim beruvdi deb qoldim. Ya'ni, hech qiyin ekan. 145.200 akam berdilar, 145.000 siz berdingiz. O'sha auksionni yopishga harakat boshlaymiz. 3 kecha sanaganimdan keyin kech bo'ladi. 145.201, 145.202, 145.203 yopildi. Akamga o'tdi. 145.200 ga. Siz bilan ham nomer almashib olamiz. Bular tomonidan agarda o'zlarini uylaridagi muammolarini deb qaytish bo'lib qoladigan bo'lsa, hozir zaklatlarni olgandan keyin sizga aloqaga chiqamiz. Biz bilmaymiz bularning uylaridagi sharoitni. Sizniki 145.000 maslahatlashamiz. Bularniki hozir bulardan zaklat olamiz, xudo xolisa. Endi o'sha nomidagi odam egasi men zaklatni aniq qilib beraman. Hammasini qilib beraman. Aka, xayrli bo'lsin. Yaxshilik ishlating. Zaklat yoningizda. Bo'ldi, aka, hozir qilib beramiz. Ha, sizlar konkurensiyalar, urushga tushsanglar bo'ldi. Aka, rozi bo'ling, salomat bo'ling. Xudo xolisa, bu yog'iga ham davom ettiramiz. Ha. Salomat bo'ling. Tushun oldingiz o'g'illarni. Salomat bo'ling. Bo'ldi. Yo'q, o'sha yopib boramiz, xudo xolasa salomat bo'linglar. Nima kamchiliklar bo'lsa, nima sizlarda fikr bo'ladigan bo'lsa, men buni to'g'rilang, обязательно o'qib chiqaman. O'shanga qarab turib to'g'rilab olamiz. Chunki hali juda xommiz. Pishirib boramiz. Salomat bo'linglar.